Bəxt və Dəccalның fitnəsi. Qaday bayğı yəssəm degödək, bay xudağı yəssəm degödək. Uyğur xalq maqali. Birov su tapanmaydı içkeli, birov su tapanmaydı kəşkeli. Özbek xalq maqali. Bir şəhərinin obrazı haman parça-purat təsiratlarının yığındısıdın meydanga çıxıdı. Bizga alohida ta'sirat ato qilgan u narsalar sayohat qo'llanmalarida yoki diqqatga sazobar klassik kitoblarda maxsus qayd qilingan narsalar bo'lishi notayin. Lekin ular diqqatimizni ixtiyorsiz tortgan hamda ma'naviyatimizning nozik pardalarida o'zlarini aks ettirgan narsalar bo'lib chiqadi. Balkim u bir manzaradir, lekin uni manzara deb o'ylab qolmang. O xarakteringiz yoki ideyangiz tanlab olgan aynakdirki, manzara go'yo shu manzarani ko'zatguchining o'zi. Yovi cho'plar yop-yeshil. Yenimdan g'azonlar uchib o'tadi. Larzon shamol atrofdagi bolalarning kulkunlarini ep kelib yana jimib qoladi. Bir pishqon madaniyatning odamlarga ep keladigini tantaklik va qizg'inlik emas, balki tamkinlik bilan g'amxo'rlik. Mana bu Jongoluq jamiyatshunos Fi Shaotung apandining 1946-yili yozgan Angliya ziyorati xotirasidan uzindi. Bu so'z Angliya haqidagi yupq xotiramga nisbatan bir g'idiq bo'la oladi. Angliya desa xotiramda mundoq bir manzara chiroy ochadi. God uslubidagi kona bir uyning kaynida o'chib besib ketgan edir qo'yiq bir o'rmon bilan tutishib ketgan. Ana shu o'rmonga ep boradigan xiyobon bir chig'ir yo'lning o'rmonga tutishadigan yerida quruq yog'och o'rindiqqa g'azonlar to'kilib qolgan. Tanha yog'och o'rindiq. Şengile bo'lmaydigan o'rmon. O'rmon tarafidan untilib ketgan g'azon. So'g'uq shamol. O'chiblar orasidan nagan-naganda ko'zga chiliqib qoladigan tiyin. Bu manzara 20 asrdan ortiq vaqt ilgariki Fi Shaotungning xotirasidan cho'ng farq qilmaydi. Vaholanki yuqorqi manzara tasviri qandaqdir shoirlarga xos romantik tasavvurimning mahsuli emas, balki amaliyotning o'zidir. Sanoat inqilobini boshlagan mo'tabar shahar Londonda cho'ng kichik bog'chilar nihoyat ko'p. Qator tutash uylar qomatlik egiz daraxtlarning orasida qolgan. Uyda o'ltiradigan ayollar havo ochiq kunlari bolalarini harbiga silib sirtqa ep chiqmoqchi bo'lsa, ancha uzun mangmayli tiyinlar daraxtlarga yomishib o'ynab yurgan ko'jim bog'chilarga baralaydi. Bog'chilarda odamlar shalong. Asfalt yotqizilgan tar yo'llar yop-yeshil chimliqlar orasidan o'tib bog'chining ko'z yetmaydigan yana bir chetiga so'zilib ketgan. Chirigan g'azonlarning namxush hidi dimoqlarga urilib turadi. Ba'zilar itlarni yetilishib yurishadi. Erki itlar yugurgunicha yiroqlarni bir aylanib etib xo'jayiniga erkilishadi. Yo'l bo'ylab yo'lanchiklik yog'och o'rindiqlar qo'yilgan bo'lib, o'rindiqlar koni bo'lishiga qaramay mazmut va puxta edi. Ba'zi o'rindiqlarning yo'lanchikiga ko'pchilikning xotirlashiga arziydigan ma'lum bir shaxsning nomi oyib qo'yilgan bo'ladi. Londonning cho'ng kichik bog'chilarida zo'm-zo qistirilgan ijtimoiy manzaralar asosan yo'q. Qaynam tashqinliq tijorat kayfiyatini ko'gili bo'lmaydi. Bu yerda tabiat o'z holatini saqlagan. O'rindiqlar har qachon bo'sh. Baraqsan egiz daraxtlarning ostidagi tutash yo'llarga g'azonlar to'kilib turadi. Aldirashchilikdan ichi siqilgan odamlar bog'chilardagi ozoda bo'shliqqa o'zlarining ichiga patmagan ruhiy zardoblarini, hasrat nadomatlarini qo'yib yetalaydi.
Daxlisiz sükunat ichidagi o'y xiyolları orqali ma'naviy jarohatlarini tozalab qaytadan kuch-quvvat to'playa oladi. Londonda bog'chisiz mahalli yo'q. O'rindiqsiz bog'chi yo'q. O'rindiqlarning hammasi puxta yog'ochlardan yasalgan bo'lib, yozda qizib, qishda jimiy so'qoqni o'ziga yig'adigan tosh o'rindiqni ko'gili bo'lmaydi. Obod ko'chalarning bo'ylarida daraxt, obod ko'chalarning do'qmushida kichik bog'cha. Yetarlik o'rindiq. Kim o'ltirsa bo'ladi. Tanho qerilar, harg'an yo'lovchilar, sayoq musofirlar, ulpatsiz dardmanlar. Bu yerdagi bog'chilar o'zlarining tabiatga xos sexiy qo'llari bilan tasalliga boy yumshoq shamollari bilan har kimdan ahvol so'raydi, ham ularga tasalli beradi. Bu bog'chilarda sun'iy tog'atug'a va hashamat yo'q. Lapildab yenib turadigan chiroqlarmi yo'q. Yeni bayoshatlikni ko'z-ko'z qiladigan qizqinlik yo'q. Balki shundoq tamkin va muloyim. U o'zining mushu tamkinligiga tabiatning g'amxo'rligini, tabiatga moyil jamiyatning kamtarligini yoshirgan edi. Daraxt, g'azon, odamsiz o'rindiq, tar yo'l. Mana bu sanoatning bovisi atalmish qeri shaharning mangzidagi ziniq. Yeni bilan kona, go'zallik bilan xunuklik, shavqin bilan jimjitlik, jamiyat bilan tabiat tang mavjud bo'lgan bu shaharning ancha egiz bo'lmagan har bir kona binosi bir klassik namuna. Binolarning orashlaridagi agri-bugri tor ko'chalar ming yillik tarixni quchoqlab yotadi. Bu shahar tavakkul qilib panoh izlab kelgan har bir musofirni so'g'ib qarshi oladi. Lekin hech kimni qo'g'lamaydi. Hech qanday musofir bu shahardan azgulik ko'rmaydi. Lekin hech kim bu shaharni o'sh ko'rmaydi. Dunyoda shundoq odamlarmi bo'ladi-ki, o'z yurtlarida hammadan jah to'ygan bo'lib, ular boshqalarning yurtidan ortiqcha yaxshiliklarni umid qilmaydi. Ular insonlar dunyosidagi yaxshiliklardan umid o'zgan. Ular faqat boshqalarning o'zlariga azor bermasligini umid qiladi. Yaxshiligingdan tamoyim yo'q, menga chiqilma deyishidi ular o'z ko'nglida. Zerikkan chog'larimda Londonlik shoir Jason Shelleyning Kulrang so'ygu nomli to'plamini varaqlab qo'yatdim. Munu she'r ana shu musofirlarning turmushiga mos keladi deb qarayman. Ostonaviy hayot. Zangar, qunduz chach, cheqirash, tatarg'an yuz, tatarg'an teri. Do'konga boramiz, beliq ham barangi qalamchisi olamiz, ondin bo'lishimiz. Qarab boqamiz tangimizga, pul to'laydigan gap, yotgan uyimizga. Londondagi hayot bir qarasi shundoq oddiy. Kiyimlarni yuyib bo'lib quritgandan keyin dazmollamayli kiyib ko'chaga chiqsa bo'ladi. Ko'chada kirxona, avtomatik tangangni solasan, kiralg'u shaldirlab piqirashga boshlaydi. Bundaq kirxonalar musofirlarning hojati uchun raso asqatadi. Yuyilgan kiyimlar tarig'ini bir ig'iz o'yingda quriydi. Silkib yeyib qo'ysan xolos. Podichi ishtini, sayohat oyig'i, teko'nglak, o'shni somkisi. Bular bir musofirning ko'chadagi hayotiga yetadi. Urumchida shimlarni qirlab, ko'nglaklarni dazmollab, oyoqlarni maylab yurishga to'g'ri keladi. Haftalab yuyunmaydigan odamlarmi shundoq qiladi. Kostyum kiyib galstuk taqagan, hatto atri chashgan odamlarning tenidan kir hidi keladi. Londonda kiyimlar turlash, ammo har qanday ijara uyning munchisi bor. Kishilardan sopin turaydi. Urumchi odamlari so'lat va obro'yga diqqat qilaman deb charchab ketadi. Asosi yo'q so'lat odamni tamtiratadi. Yigitlar so'lat qo'g'lishib, o'shni sumkisi esishdan xijil bo'lishadi.
Londondagi kishilarning o'shni somkisi nurg'un qulaylik yaratdi. Bir hisobda bundaq somkini o'shnidagi ko'chma uy desakmi bo'ladi. U somkada kitob, daftar, qalamlar, bolka, suv qatorliq somka egisi ativolaydigan hamma narsa bor. Uningda yana yon fon va bank kartalari bo'lishi mumkin. Qo'saq ochganda bir fontanning yenida, bir bog'chining o'rindiqida yoki bir binoning palampiyida o'ltirib somkadagi tayyor narsani yegili bo'ladi. Kishilar bundoq chaqda nihoyat erkin va bemalol. Boshqalar nima deb qalakin deb o'ltirmaydi. Boshqalarning o'ziga qandoq qarashidan, qandoq baho berishidan ansirab ketmaydi. Chet ellarda nurg'un kishi o'ziga ishonadi. O'zining qimmat qarashi bo'yicha ish ko'rishni yaxshi ko'radi. Yo'ldan chiqma, xondan qo'rqma degan maqolning ruhiga ular bakrak amal qilsa kerak. Ular qonun va jamoat tartibiga uyg'un kelish sharti ostida erkin tanlash, erkin ifodalashni yaxshi ko'radi. Qonun qanchaki xalqchil bo'lsa, qonunning ijro bo'lishiga qarata yurgizilgan nazoratda xalqning o'rni qanchaki zo'r bo'lsa, qonunni xalq tuzib, xalq ijro qilsa va xalqning o'zi nazorat qilsa, qonun oz sondagi jamiyat sarxillarining qo'lidagi narsaga aylanib qolmasa, xalq o'z hayotidagi har bir tanlashning xo'jayiniga aylanadi. Bundaq ahvolda qonunga bo'ysunish erkinlikning o'zi bo'lib chiqadi. Turmush qonunga bo'ysunish bo'lib chiqadi. Londondagi kishilarning yurish turishi ijtimoiy tartibga angliq hurmat qilish asosida bo'ladi. Lekin ular erkin va tabiiy. Ularning axloqiy qoidalarga amal qilishi boshqalar uchun emas, o'zi uchun. Ular o'zlarining erkinligi va qadr-qimmati mavjud bo'lmagan axloqiy mezonlarga va bodikalda qoidalarga murassa qilib o'ltirmaydi. Ular o'zi uchun yashaydi va bu o'zi uchun yashashdagi har bir halqada mas'uliyatchan puxta keladi. Boshqalarga eg'irini sanmaydi, boshqalarni ovora qilmaydi, navbati kelsa boshqalarga tashabbuskorlik bilan yordam qiladi. Ular bizga o'xshash boshqalarning o'lchimidagi o'zi bo'lib yashamaydi. Ular boshqalar uchun to'yga berib nodon va shaxsiyatchi odamlar qurib chiqqan turmush odatlariga rioya qilib yurib, qo'lidan ish kelmaydigan quruq so'latga aylanib ketish xavfidan asosan yiroq turishadi. Albatta men bu yerda kamko'tsiz bir millatni emas, balki bir millatning, bir xalqning asosi ruhini da'vataman. Hava ochiq kunlarda Londonliklar ko'cha to'qmushlaridagi o'rindiqlarda oftob sinib o'ltirib tushlik tomoq yeyishni yaxshi ko'radi. Do'stlar, oiladagi hamrohlar udul kelgan yerda o'ltirishib to'qmushlardagi yemak-ichmak do'konlaridan setib berishgan qotnan, to'g'ri go'shi, beliq va barangi qalamchisi degandek narsalarni mazza qilib paranglashqach yeyishadi. Hozir shahar Uyg'urlarida Shivshan degan xanzucha ibora paydo bo'ldi. Bu ibora ko'p holda kiyim-kechakka qarata tatbiqlanib o'tadi. Odamni qetib elishga majbur qilmaydigan, yurish-turishga aplik, har qanday muhitga mos keladigan, yoyib tozalash oson kiyimlarni madaniyatning neri berisini surishtirmayli qabul qiladigan shahar Uyg'urlari Shivshan kiyim deb atashadi. Bu so'z istirohat chog'laridagi ixtiyoriy ish-harakatlarga qaratiladi. Bu so'zning uyg'urcha ma'nosini rohat, ozoda deb izohlash mumkin. Shundoq bo'lganda Shivshan kiyim degan shalg'ut berikmini hozirgi zamon uyg'ur tilidagi ozoda kiyim, rohat kiyim degandek berikmilar bo'yicha to'liq ifodalab bergili bo'ladi. Xuddi kiyimni ozoda so'zi bilan sifatligili bo'lgandek, turmushni shundoq sifatlab ozoda turmush degili bo'ladi. Kiyim ozoda bo'lsa odam rohatlangandek, turmush ozoda bo'lsa kishining ruhi texmi erkin va xushxuy bo'ladi. Haqiqiy o'zingiz mavjud bo'lgan yoki haqiqiy o'zingizni uttirib etmagan turmush ozoda turmush bo'ladi. Men bu yuqori qatlam oqso'ngaklarning turmushini bevosita ko'rib boqmadim.
Ko'rganlarim Angliya jamiyatidagi oddiy kishilarning turmushi. Uning ustiga bu sirtdan ko'rsatilgan turmush. Bir jamiyatda odatdagi tabaqalarga mansub kishilar hamon ko'p sonni egallaydi. Shunlashqa aytganlarim o'zimga o'xshash oddiy odamlarga taalluqdir. Men o'zim ko'rgan Angliya kishilarining turmushini ozoda turmush deb sifatlashni muvofiq topdim. Angliya yemak-ichmak sohasi kishilarning ehtiyojidagi taraqqiyotga mos holda intayin taraqqiy qilgan. Tanlab bozorlarda har xil iqtisodiy saviya, har xil jismoniy holat va ma'naviy ehtiyojga mos keladigan yemak-ichmak turini hech qancha ovora bo'lmayla topqili bo'ladi. Bularning ichida vaqt tejaydigan sayohatda va dalada yeyishga qulaylik bo'lgan tayyor yemakliklar xeyli ko'p sonni egallaydi. Bu yemakliklarni magazindan ep chiqib bir quti mineral suv bilan yigilib oladi. Şuna Angliyada qo'saq to'yg'izish uchun atoyitan oshxonalarga berish ketmaydi. Bir quti mineral suv, obdab, o'lturg'idek ya, gaplashgudek ulpat, mana bular oddiy kishilarning bir qitimliq huzur baxsh turmushining xurujlari. London ko'chalarida to'g'ri go'shi va beliqlarga yog'da pishirilgan barangi qalamchisini qo'shib sotadigan apchil yemak-ichmak do'konlari uchrab turadi. U yerda arzon bahoda qo'saq to'yg'izg'ili bo'ladi. Kishilar ortiqcha hashamat izlab ketmaydi. Ko'ngil ozodiligi bo'lgan bir qitimliq g'izo ularni bakrak rozi qiladi. Cho'ng avtobus bekatlari, poyezd bekatlari, odamlar zich o'tishib turadigan do'qmushlarda meva sharbati sotadigan bodkalar bor. Turli meva naq maydonda siqilib sharbatlar tayyorlanadi. Xaridorlar yopqichli qog'oz istakanlarga qachilangan meva sharbatlarini ko'tarib uzun yo'lliq poyezdda lazzatlanib ichishadi. Yana har qanday bekat qahvaxonalardagi turli pishiruq aldirgan yo'lovchilarning ishtihosiga qanoatlanarlik javob bera oladi. Shaxsan o'zim mayli yolg'iz mayli boshqalar bilan bo'lsin talada yegan tomoqlarimdan bakrak huzur olaman. Aptab tushib tursa, yo'pirmoqlar laylab tushib turgan bira o'rindiq bo'lsa, o'tib ketayotganlarga qarab ovqatlanish shundoq huzur bilinadi menga. Men Londondagi ba'zi Uyg'ur qarindoshlarning taklifi bilan dala tamoqi yegili chiqqan. Hammamiz oldin tayyorlab olgan yemakliklarimizni so'mkalarimizdan chiqarib bir dasturxonga qo'yamiz. Yop-yeshil chimliq yorqin aptabda yeshil jo'laga kirgan, daraxtlar kun nurida sulkatga kirgan kang dalada o'ltirib g'izoga eg'iz tegimiz. Qarasang bu hayot shundoq oddiy, lekin shu qadar chin. Hamrohlaringning qalbida siqilish, qo'rinish yo'q. Aramız tamamen baravar. Hammamiz tabiatga qaytgan inson. İngilizlar bundaq turmushni tövəndəki iboralar bilan ifodalashadi. Xizmatlaringni unuttu, o'zingni xushal tut. Talog'i chiqib optopsin, vaqtingni kichik ishlarga, ko'nglingni och, put qo'lingni sun. İjtimoiy besimlarni tark qilib o'zini qo'yib etish qandaqdir jamiyat raqobatlariga bo'lgan passiv inkas emas. Balki o'zini erg'idab kuch-quvvatga to'lish jarayoni. Navbatdagi harakat programmasi ustida astoydil boshqa turish bosqich. Angliyaliklar dam olish vaqtlarini hargiz o'rinsiz sarf qilmaydi. Balki ko'ngildagidek xususiy turmush uchun inchik planlab sarf qiladi. Ular bir bo'lsa chet ellarga sayohatga berishadi. Bir bo'lsa oilasi bilan birga kunlarini tinch o'tkazadi. Yana bir bo'lsa yaqin atrofdagi bog'chalarga berib o'tkazadi. Men bu haqda ko'rganimni aytib beray. Angliyada maoshni haftada bir taqitadi. Şuna hafta oxirlarida magazin, baza, ommaviy ko'ngil ichish so'rinlari, bog'chilar qizib ketadi. Ayollar bolalarini agashtirib bog'chilarga kelishadi va chimliqda adiyonlarni selib o'ltirishadi. Bolalar o'yinlari bilan mashg'ul. Itlar aylanib yurishadi. Yomg'ir to'la yog'adigan Londonda
havoning ochiq bo'lishi kishilar uchun tabiatning katta iltifoti bo'lib hisoblanadi. Shunlashqa kishilar oftobning qadriga bak yetadi. Ayollar o'zlarini yerim yalang'achlab, terilarini oftobda tovlamoqchi bo'lishadi. Bog'chilarda kunga qoqlanib yotgan ayollarni doim uchratqili bo'ladi. Balkim bundoq manzara yerlik kishilar uchun doimiy va tabiiy hol bo'lib ko'rinadigandir. Dastlabda men bu holdan biroz yengillik his qildim. Bara ko'nib ketdimki, u diqqatni tortgudek ko'rinishlardan bo'lmay qoldi. Ayollarg'imi, erlarg'imi hech ish bo'lmagandekli edi. Bu yerda birovning yana biriga tikilib qarashi kamdan kam uchraydi. Balkim chet ellardan yangi kelgan kishilarda bu hol ko'rilishi mumkin. Ammo yerliklar undoq qilmaydi. Birovning yana biriga tikilib qarashi adabsizlik yoki tahdid bo'lib hisoblanadi. İnsanның tabiatida o'zining diqqatini tortadigan narsalarga qarash ishtiyoqning shakllanishidagi normal hodisa. Balkim ular ko'zining quyruqida chandurmay qarashidigandi. To'li ko'rib bazga aylangan ko'zlarda zo'qmi o'lidigandi. Ishqilib Londonda xususiy turmushda kishilar boshqalar tufayli qashiliga yo'liqishni yaxshi ko'rib ketmaydi. Shunga ular nihoyatda bemalol. Bir madaniyatdagi sezgur masala ko'p holda ayollarda aks etadi. Shunga biz nurg'un ijtimoiy masalaga ixtiyorsiz holda ayollarni ko'zitib turib hukm chiqaramiz va diqqatimiz tabiiy holda ayollarga tushadi. Arada men Edmund oilasi tarafidan bir qitimliq dala tamoqiga taklif qilindim. Shu kuni havo nihoyatda ochiq edi. Qoida bo'yicha yo'lda biror oddiy sovg'a setib olib, Edmundning uyiga belgilangan vaqtda yetib bordim. Vesna xonim meni xushxuy qarshi oldi. Sovg'atimni sundim. Edmund tashakkur bilan qabul qildi. Orqadan London Universiteti Sharq va Afrika tadqiqot yurtining o'qituvchisi doktor Rachel Harris va uning eri aziz qizini yetilab kirib keldi. Salomlashdik, ahvollashdik. Ortiqcha takallufmi bo'lmadi. Sohibxona bizni biror o'ringa boshlamadi. Oshxonada o'ri turg'unimizcha gap boshlashdik. Bu hol shuncha tabiiy edi. Ammo men damalliqqa qabul qilinmay, ichimdagi ting'irqashni xeligacha tugatanmadim. Birozdan keyin 3-qavatga chiqdik. Bir eshik bu uyga tutash yana bir uyning o'gzisiga qarab ochilgan edi. Biz eshikdan o'gziga oyoq bosdik. O'gziga yumuloq bir qatlama shira qo'yilgan bo'lib, ustida soyivan bor edi. Aziz ikkimiz o'rin oldik. Ayollar oshxonada qilishdi. Edmund bir taxsi qora zaytun, bir taxsi o'llangan sho'xli qiqi ep kirib oldimizga qo'ydi. Ondan bir botilka vino va bir quti meva sharbati ep chiqdi. Edmund bilan aziz vinoga eg'iz tegishdi. Men oldimdagi istakonga meva sharbati quydim. Qora zaytunni o'llangan sho'xli qiqi bilan yo'gab yeydikanmiz. Ta'mi obdan bo'ladi ekan. Yiroq-yiroqlarga qarasangiz, o'ylarning kulrang temidagi deraza aynaklari quyosh nurida paqirab turadi. Dala tamoqning tayyorligi bitgan bo'lsa kerak, Vesna xonimning tovlashi bilan parangimiz uzildi. Biz uydan chiqib biroz mangdik. Ondan bir chimliqqa yetib bordik. Chimliqning u tarafida bir do'ng va daraxtlik ko'zga cheliqatdi. Aytilishicha bu yer Hampstead Xes deb ataladi ekan. Odamlar shalong, pokiz joy ekan. Bu yerda qora tanliklarni ko'gili bo'lmaydi ekan. Xilvat, pokiz, go'zal bu makon Edmunddek o'tira tabaqadagilarning mahallasi bo'lsa kerak deb o'yladim ichimda. Chiroyli mahalla ekan, biroq qora tanliklarni ko'gili bo'lmaydi ekan, dedim men Edmundga. Edmund kulib ketib, "Kechiring, bu yerda undaqlar yo'q" deb qo'ydi. Edmund meni bu yerda kagundilarning bo'lishini orzu qildi bo'g'ay deb tushungan bo'lsa kerak, menga takalluf qilib qo'ydi.
Londonda har qaysi millatning jamoati ayrim-ayrim rayonda turadi. Men buni bilaman. Edmundning mahallasi men turgan rayondan bo'lakchila ozoda, tinch va pokiz edi. Vesna bilan Rachel chimliqqa adyol selib ustiga bir dasturxonni yoydi. Erlar dasturxonga yaqin o'ltirdik. Vesna bayi ko'tirib akagan sevatidagi ne'matlarni dasturxonga tizishga boshladi. To'g'ri ko'pi to'g'ralgan bolka, qip-qizil dalliq gilos, üzüm, qora zaytun, sho'xli qiqi, xumus, ya'ni ustiga zaytun yig'i quyilgan noqut qiyomi, cho'ngliqqa boshmaltaqchilik keladigan xam yeyiladigan sabza, tarxamak, mineral suv qatorliqlar dasturxonni bezab alvak ham quvnoq bir ko'rinishni hosil qildi. Hammamiz o'z ehtiyojimiz bo'yicha dasturxonga tegish qildik. Bu yaning bozorlarda üzüm, gilos va bo'ljirkanlarning bahosi xeyli qimmatkan. Lekin kishilar bu mevalarni ko'p yeydi. Gilos churuk ham ta'mlik edi. Gilosga ko'proq ishtahoyim tortdi. Rachel Oxford universitetining, Vesna Cambridge universitetining o'quvchisi edi. Ikkisi yonboshlab yotganicha parangga tushib ketdi. Ayollar bir yerga kelsa tabiiy holda turmushning gapi bo'ladi. Edmund birdam aziz ikkimizga hamroh bo'lib, birdam Isabellaning o'yiniga bo'lishib beradi. Bu yerda hech bir tuzut va takalluf yo'q edi. Hammamiz o'z qiziqishimizni namoyon qilsak bo'laveradi. Rachel bilan Vesna maktab hayotidagi ishlarni aslashib kulishadi. Ba'zida menimi paranglarga sherik qilib qo'yadi. Chimliq nihoyat keng bo'lib, bizga o'xshash g'ujmaklashib o'ltirganlarmi xeyli bor edi. Yiqilib bir yerda bir juft qiz yigit quloqlariga tingshig'uch selavagan bo'lib, boshlarini o'xshash bir ritmda chayqishadi. Ular yaqin o'ltirishgan edi. Ruhiy muzika avjida chayqilib oqadi. Allah'ның zeminida insonlarning rangi va tili har xil yaratilib ekan. Ularning turmush yo'sullari va aqida e'tiqodlari farqli bo'ladi ekan. Ba'zilar bu farqni cho'ngaytib ko'rsatib jahonni nizolarga to'ldirdi. Ba'zilar bu farqning kaynidagi o'xshashlikni ko'rib yetgan va insonlarni o'z yaratquchisining og'amchisiga birdek esilib, barliq iriqdagi insonlarning bir ummat bo'lishiga chaqiriq qilgan. Qara ana. İnsanlarning hammasi quyosh nurini, saf havoni, do'stlikni ko'rganda mamnun bo'lishib, bir-biriga qalb eshiklarini ochadi. Tabiatning go'zal husni o'z ilhomi bilan kishilarni qalbdoshlarga aylantiradi. Tabiatning yaratquchisi o'z izi bilan bundoq bo'lishini texmi xohlaydi emasmi? Lekin ba'zi insonlar yaratquchisining xitobidan yaraqlab ketishgan. Şunu bir-birinin yürekideki avazlarını anlayanmaz bo'lib ketgan. Tömür təsəklərinin taraq turuqları, pulning şaraq şuruqları yürekning avazını besib ketganda insonlar tabiiy holda o'zi yasagan narsalarning bandisiga aylanib ketadigan emasmi? Biraylan qaysidir bir kitobdan uchratgan mundoq bir jumlani aytgan edi. İngilizlar bir haftaning avvalgi 5 kunida bankaga ibodat qiladi, keyingi 2 kunda cherkovga ibodat qiladi. Bu so'z din tirikchilikning hamma sohasidan siqib chiqarilib, yakka bir sohaga aylanib qolgan jamiyatdagi puhrolarning qimmat qarashini tipiklashtirib beradi. Cherkovga bormaydigan inglizlarmi bo'lgandek, joy namozda 5 minutmi o'ltirmaydigan uyg'urlarmi bor. İngilizdan musulmon bor, arabdan mushrik bor. Bu ma'nodan aytganda yuqorqi iboraning radikal tusi qo'yiq bo'lib, bir qavmning milliy xarakteri ziyoda mutlaq ma'noda xulosalangan edi. Angliyada boshqa millatlarning dasturxoniga xeyli ko'p qitim daxil bo'ldim.
oddiy sodda go'zal riyodan xoli suhbatlarning hikmatidan kelgan lazzat texmi mo'l. Dal shundoq vaqtda riyokorlik va so'latvozlikning ozdurishidagi ko'pligan choy dasturxonimizni aslab qolaman. Bu so'rinda chinqilib go'sht yeyish, sharobxo'rlik, puchak erkakchilikka giribdor seriq yumur avj oladuki, odamning qimmati hayotning hikmatiga doir gaplardan o'rkishadi. Bu hol jamiyat sarxillarida ko'proq namoyon. Qeni u to'ylardagi boyning boychi fazilati. Ularmi kambag'allashib ketgan. Angliyada men ko'rgan dasturxonlar uncha oliy muqomdagi dasturxonlardan emas albatta. Balki tamoman hashamatsiz bo'lib, dal mushu hashamatsizligi bilan minnatsiz edi. Bu dasturxonlarda suhbat asosi g'arazdir. Bu yerda men jiq narsani o'rgandim, jiq uchurni qabul qildim. O'z bilimim va kamolatimga savol qo'ydim. Kishilar odatdagi suhbatlardami so'yimlikim, qadrlikim, rahmat, ajoyib, qaltis, kechiring, afsuski, xushalman degandek takallub so'zlarni ko'p ishlatadi. Kishilar mayli koridorda, mayli liftning eshigi oldida uchrashib qolsin salom berishadi. Bir-birini tanımagan ahvoldami shundoq. Faqat bo'lmagandimi tabassum bilan qarab qo'yishadi. Ammo mening yurtimda bir ishi bo'lmasa gapmi qilmaydigan ishdishim talay. Ular faqat o'zlarini boshqaradigan odamiga salom qilishadi, kichik tillarni chiqarib gap qilishadi. Londonda ko'p sondagi kishi so'zlashga qaraganda anglashni bekrak yoqtiradi. Ular yaxshi anglag'uvchilardan ediki, inkas shakli dal va aniq edi. So'zligichi konkret muhitdagi o'zini aniq his qilib turalaydi. Bu yerdagi suhbatdoshlar birovning ko'z qarashiga qo'shilmasa kaskin raddiya beribmi ketmaydi. Balki siz shundoq o'ylamsiz deb kulib qo'yadi yoki shundoqmi hayronman, voy tova deb inkas qaytaradi. Ular suhbat temasiga munosibatsiz gaplarga yo'liqsa so'zligichining do'lisini qiyiqib qo'yib ketib qoladi. Birining g'aybati bo'lsa, bu mening ishim emaskan deyishadi. Men bu so'rinlarni ko'rib, aqli odamlar mundoq bo'ladigan deb o'ylab qoldim. Aqli odamlar o'zining g'oyasining sirtidagi narsalarga ortiqcha vaqt sarf qilmaydi. O'ziga foydasi yo'q narsalarga qiziqib o'ltirmaydi. Tayini yo'q kishilar bilan behuda ziddiyatlashib munozara qilib o'ltirmaydi. Balki o'zining vaqti va zehnini g'oyasi yoki kasbiga markazlashtiradi. Men ba'zi ishlar tufayli biroz jiddiylashganda, yenimdagilar jiddiylashmang, biror chora tepiladi deyishdi. Ular cho'ng kichik har qanday ishga ozoda kayfiyatda yuzlanishni yaxshi ko'radi. Imkon qadar tabiiy bo'lishga tirishadi. Men qatnashgan ilmiy so'rinlar uncha surlikma emas edi. Kishilar nutq so'zlaganda dabdabalik so'zlashdan saqlanadi. Yumurliq, turmushliq gaplar bilan kayfiyatni yumshatish notiqning bir turlik iqtidori edi. Nutqda notiqning ovozi uning siyoqini buzuvatgudek darajada ullik bo'lmaydi. Balki imkon qadar to'van bo'ladi. İzzat nafsi kuchlik, tabiiyati zil odamlarga yuqori ovozda gap qilish hurmatsizlik bo'ladi. Kishilar fikr bayon qilganda ko'p holda meningcha shundoq o'ylaymanki degandek so'zlarni qo'shib so'zlashni unutib qolmaydi. Bundoq bo'lganda shaxsning fikrini mutlaqlashtirib etishdan saqlanqili bo'ladi. Ya'ni bandining fikrini mutlaqlashtirib etishdan saqlanqili bo'ladi. Vaholanki Uyg'ur jamiyatida bo'sh ovozda gap qilish jonsizlikning ifodasi deb qaraladi. Nutq o'llik bo'lsa hamda buyruq va diktatura tusi qo'yiq bo'lsa, bundoq so'zligichi anglag'uvchilarga jonliq ko'rinadi. Iymoni yoki bilimi yo'q avam so'z bayon qilg'uvchini quloq pardasi orqali baholaydi. Men Angliyada uchratgan kishilar farqli qarashlarga nisbatan keng qo'saq bo'lib raddiya berishga urinib ketmaydi,
tuzitibmi yurmaydi. Faqat zaruriyati tug'ilgandala shundoq qiladi. Buningga ular o'z aqli va saposi bilan hukm qiladi. Ularning nazarida ko'z qarashlarning farqli bo'lishi jamiyatning ma'naviy xazinasidagi alohida boylik turi edi. Har kim o'zining qarashi va fikr uslubi bilan yaramliq puxra bo'la oladi. Fikr yo'li o'xshib ketadigan odamlar jamiyati nomrod kasal jamiyat edi. Shunlashqa ular o'xshamagan qarashdagi odamlar bilan bir yerga kelalaydi va bir-birining foydalanishiga bo'ladigan taraflarini o'zlashtirib, foydasiz taraflarini tinsiz holda shallab etishni bilalaydi. İngilizcem yeterlik bo'lmag'achqa ko'p suhbatda oz so'zliguchi bo'lib qoladim. Lekin ozg'ina so'zimmo tegishlik inovatga ega bo'lg'achqa so'rinlardagi bir kishilik mavjudligimni ro'shan his qiladim. Mazkur so'rinda o'zimga xos o'rnim bor edi. Haqiqiy sohibxona mehmonga taom berishdan ilgari insonlik sharafini beradi. Shu kuni biz Edmond oilasidagi dasturxondan qopib ko'l saylisi qildik. Atrofda ba'zilar bolalari bilan birga o'ynaydi. Ba'zilar suratga tushadi. Ba'zilar ko'l beshida tinch o'ltirib kitob ko'radi. Ba'zilar jufti bilan shirin suhbatda edi. Ba'zilar adiyalda so'zilib uxlaydi. Bu manzara menda baxt tuyg'usini va uning bilan tangdosh azob tuyg'usini uyg'otdi. Balkim men ko'rgan bu dilrabo ko'rinishni paydo qilgan insonlarning baxt tuyg'usi meningki bilan farqli bo'lishi mumkin. Lekin men ularni baxtli his qildim. Ular o'zlarining oddiy turmushining mevasini tetig'uvchilar edi. Dunyoga inson bo'lib to'rilib insoniy layoqatini tatqizib qo'ygan, ig'ir emgaklarni qilib haqqini boshqalardan tilab oladigan kishilarmi talay emasmi? O'z haqqini boshqalardan yalvorib elish zo'ravonlikning niqobsiz holati emasmi? Bo'lishiga yeb ichib xudini bilmay kulib yuradiganlarmi bor? Vijdon vujudi allaburun o'lgan shu insonlarning o'z fojiasidan xabarsiz bo'lishi texmi echinishlik emasmi? Baxt zodi nimadu? Agar biri qo'shnisining davolanishga qurbi yetmay noiloj yotganini bilib turib o'ylasida mashrab o'ynasa, buni baxt deyishga bo'lamdu yo'q? O'zining manfaati va xushalligini qanchalik tor o'ylagan odam jiqroq kulalishi mumkin. Lekin hamma kulkining xushallik kulkisi bo'lishi notayin. Hamma xushallikning baxt bo'lishi notayin. O'zining manfaati va xushalligini qanchalik keng o'ylagan odam jiqroq qayg'urishi mumkin. Lekin hamma qayg'uning baxtsizlik bo'lishi notayin. Hamma baxtsizlikning g'ofillarcha yo'q qilish bo'lib chiqishi notayin. Demak, bizni oxiri yo'q qilib yetadigan kulkilar bor. Oxiri saqlab qoladigan qayg'ular bor. Bularning qaysisi afzal? Fransuz yozuvchisi Albert Camus barcha vaqtimiz baxtli bo'lish uchun ketdi, o'zimiz bo'lish uchun vaqt yo'q bo'ldi degan ekan. Odamni o'z-o'zidan yotlashtiradigan baxtning oxiri qanday qo'rqinchli-a? Noqul shadxuramliqni qo'g'lashgan odamning tatadigan kulpatlari hargiz oz bo'lmaydi. Balkim u buning bilan cheklanmasdan o'zining chechikini boshqalarning yarasida ichildirishi mumkin. Biz yana o'z qavmining aziyatlarini zimmasiga yuklab xim xatarlarni ustiga elib o'lim dahshatiga tavakkul qilgan qahramonlarni o'ylab boqayli. Ular hayotning lazzatini qadrlashni bilmaydigan saranglarmi? Ular o'zlarining kishilik hayotidagi lazzatdan nemishqa voz kechadi?
insoniyat tarixidagi payg'ambarlar o'zlarining mas'uliyatini texmi kang tushungan va ado qilgan. Ular o'z qavmining ayni davrini emas, kelgusinimi o'ylagan va ko'rgan. Ana shularning katta biri mundaq degan: "Navoda sizlar men bilganni bilsanglar edi, ko'proq yig'lab oz kulgan bo'latdinglar. Sizlar shundoq davrni boshdan kechirsizlar, u davrda yolg'on taqvodorlar hamma yerni qoplaydi, kishilar va'dasida turmaydi, rahimsiz bo'lib ketadi, samimiy kishilar chatki qiladi, makkorlar ishonchga erishadi, ofatlar xuddi qorong'u kechidek sizlarni o'rab oladi." Bu nima degan yiroqni ko'rish? Bundaq reallikni ko'rib yetish paytidagi kulkining nima foydasi bo'lsin? Bundaq vaqtdagi g'am andisha naqadar huzur. Hayhot! Baxt to'g'risida bundaq eg'ir xiyollarni qilish istimolizm davridagi insonlarning shodimon o'tish hirislariga tamoman yot holda malollik ep kelishi turg'anlik gap. Dunyoda shaxsiyatsiz inson bo'lmaydi. İnsan o'z kamolatiga yarasha qandoqdir bir hayot o'lchimi bilan turmushdan baxt istaydi. U baxt degan nima degan masalaga boshqa turib avara bo'lib yurmasimi, o'zimi aniq his qilib yetolmaydigan baxt o'lchamlariga ega bo'lmay qolmaydi. Mana shundoqlarning baxtli bo'lishi o'zining nima qilishini o'zi tanlaydigan ixtiyoriylikka erishgan bo'lishi shart. Men xamistid his chimliqidagi ozoda turmush ahliga qarab ularning baxtini his qildim. Lekin ular mening qandoqligimni his qilolmaydi. Balkim ular mushu kunlar uchun ajdodlarining qanchalik ishlarni qilganligini obdan biladigandir. Balkim bu bilishlarni hayotining lazzatli chog'lariga baxshanda qilibmi yurmaydigandir. Qandoqla bo'lmasin davlatini har holda ko'ngillik makonga aylantirib berganlarni unutib ketganlarning baxtining butun bo'lmaydiganligini ular cho'qim yaxshi tushunadi. Demak, tarixsiz bugun yo'q. Ularning hayvonlarimi xo'rliqdan xoli edi. Ular ommaviy avtobuslarga itlarni yetilab chiqishidi ekan. İtqi məsliki kep ketken natonish biri itqa havaslanib qarasa yoki itning beshini silab qo'ysa, itning egillari mamnun bo'lishir ekan. Bu bizda birining bolasini erkilatib qo'ysa, ota-onasi xush bo'lgandek bir ishkan. Kundalik turmushida o'zlarining shaxsiy halovat dunyosini qurib chiqishning halakchiligida ular qo'shnisini yoki qarindoshlarini izlab bo'lanmasi kerak. Onundan kep chiqqan yeganilikda it yaxshi ermak edi. It erkilab beradi. Shaxsiyatingni boshqalarga chiqib qo'ymaydi. Bu nuqtadan qaraganda it odamdek xatarlik emas. Oyatlik raqobati odamlarni bir-biriga shubhalik va xavfli qilib ko'rsatsa, it odamdan ishonchli bo'lib chiqadi albatta. Her qitim Londonning pul muomala markazi bo'lmish Bishopsgate va Liverpool ko'chasidan o'tganda aldirash ketayotgan odamlar to'lqinini ko'ramanda televizor ekrani orqali ko'rgan New York shahrining Wall ko'chasini eslab qolaman. Bu ikki cho'ng shaharning ikki ko'chasidagi manzara bir-biriga o'xshab ketadi. Odamlar daryodek oqadi, bir-biriga qarashga cho'lisi yo'q. Chiroylar jiddiy, qadamlar ildam, go'yo o'zi-o'zida emas. Ba'zida Times daryosining bo'yidagi avat restoranlarning oldini bo'ylab mengib, bu yerda tomoq yeyotganlarning ruhiy holatini ko'rsataman. Hammani unutgan holda topgan pulining payzini surayotgan kishilarning kayfi chog' edi. Hatto men O'rta Osiyodagi har qaysi allarni tema qilib tadqiq qilishni kasbga aylantirgan olimlarga zansib baxtim. Ular haqiqatan metodlik qobil tadqiqotchilar edi. Ular sistemalik mulohiza qiladi, dalil isbot bilan hukm chiqaradi. Ammo ma'lum bir rayon xalqlarining echinishli qiyofati ularni ancha bearam qilib ketmaydigandek turadi.
sho'r qismatlarga ko'ngil bo'lish ularning ishi emasdek edi. Ular masalalarni tamoman aqliy sovuqqonlik bilan ko'tarib chiqatdi. His tuyg'ularga berilib ketmaydi. Chiqarilgan xulosalar aql bilan logikaga qo'yilgan bo'lib, shaxsiy nuqtadan ular mazkur rayon masalasi bilan butunlay aloqasizdek ta'sirot beradi. Ularning ko'pi faqat mutaxassislardan iborat bo'lib, hisdoshlik va taqdirdoshlik ularning ishi emas edi. Ular yozgan maqolalari bilan olimlik pashtiqiga bir qadar yuqori ko'tarilsa, ish tamom vassalom bo'ladigandek edi. Hakim mutlaq rayonni tadqiq qiladigan ba'zi mutaxassislar o'zlari tadqiq qiladigan rayondan kelgan kishilardan o'zlarini tortishadi ekan. Ularning o'zlarining tadqiqotini tushunib qelishi va o'zi tava hukumatga chiqib qo'yishidan, natijada chekit qo'yilgan arboblardan bo'p qelishidan ansiraydi ekan. Bundoq olimlarning ko'pi boshqalar bilan faqat vositada o'rtoqlashadi. G'oyada hargiz o'rtoqlashmaydi. Vositaning roli oxirlashgan hamon vositachining keragi tugab nazardan qoladi. O'zining foyda manfaat mexanizmini puxta qurib chiqqan va uni qonuniy asosga ega qiladigan davlatning fuqarolarini oddiy chaqlashga bo'lmaydi. Chunki davlat degan odamlardan mustasno yo'chun narsa emas, balki u dal odamlarning siyosiy, iqtisodiy, madaniy, tashkiliy sistemasidan iborat. Şunu devletning puxtaligi amaliyotda har bir fuqaroning yakki puxtaligi orqali amalga oshgan bo'ladi. Ko'z oldimdagi odamlarning puxtaligi yashashning har bir inchika halqasida, shundaqla uning shaxsiyatidan halqagan siyosiy qatlamlarda o'z ifodasini ravrus ko'ztalaydi deb qaradim. Ular zaruriyati bo'lmagan g'azabning o'tini pam bilan o'chiralaydi. Zaruriyati bo'lmagan dushmanlikka do'stlikning yo'chiqini qoldirib qo'ya oladi. Ular yana o'zining shaxsiy halovati bilan jamiyatning omonati o'ttirisidagi munosabatning kishilik hissiyot bo'yicha emas, qonun ramkasi ichida bartaraf qilishga moyil. Bishopsgate-dagi aldirashchilikdan ularning raqobatkor ijtimoiy tarafini ko'ramiz. Bağçılardaki aptap sinishlardan ularning oddiy kishilik turmushini qadrlashga, shu orqali o'zining o'zlik dunyosiga qaytishga tashna ekanligini ko'ramiz. Britaniya har qaysi partiyalar o'ttirisida erkin saylam va oshkora raqobat yo'lga qo'yiladigan demokratik el. Bu elda nurg'un millat yashaydi. Köp kültürçilik her bir milletning kültürel mevcutluğuna imkaniyet kaldırgan edi. Yani köp hazaretçilik her bir milletning hazari mevcutluğuna imkaniyet kaldırgan edi. Her qaysi millet köşmen yoki yerlik bo'lishidin qat'iy nazar bir-birini sig'dirib ketish xarakterlik qonuniy tartib o'rnatilgan edi. Shundaqdimi bu elning bexatarlik sezgusi nihoyat kuchli. London ko'chalarida yurganda sinko'zlarning nihoyat ko'pligini bayqash tas emas. Ko'chalarda, do'qmushlarda, binolarda, koridorlarda, avtobuslarda, tar ko'chalarda, aeroportlarda, poyezdlarda, talla bozorlarida, banklarda ish qilib har qanday yerda sinko'zlarni ko'gili bo'ladi. Mayli siz nega bormang, davlatning ko'zi sizda. Materiallardan ma'lum bo'lishicha, Angliyada 4 million 200 ming sinko'z bor bo'lib, har 14 odamga birdan to'g'ri keladi ekan. Mo'ljallanishicha 2012-yili o'tkaziladigan London Olimpik yig'inidan burun sinko'z apparatining soni 8 millionga yetkaziladi ekan. Ba'zi rentgen nurliq sinko'zlar kishilarning badanidagi eng pinhon yerlarga qadar ko'zatiladigan bo'lib, kishilarning hech nimasi davlatning ko'zidan qochib qutulanmaydi ekan. Sinko'zlarga saplangan mikrofonlar 100 metrlik doira ichidagi bir odamning voqirishini sezib, sinko'z avtomatik holda shu odamga to'g'rilanadi ekan. Sinko'z ovozning to'llari, so'zning sur'ati qatorliqlarni aniq ayriya oladi ekan.
Navoda biri g'azablanib tovlasa, ovozi egiz past chiqsa, tabiiy holda ko'zitish obyektiga aylanib qoladi ekan. Angliya puhralarining ra'yidan qaraganda, o'zlarining xususiy dunyolarining davlatning nazoratida qilishi bir demokratik davlatning shon sharafini yo'q qilib etadigan ish edi. Angliya Yevropadagi avomga eng qattiq nazorat yurgizgan davlat degan nomni olgandan sirt, xalqaro xususiy maxfiyat huquqi tashkilotining qora tizimligiga kirgan davlat. Uning ustiga Angliya hukumati terrorlikqa qarshi turish bahonasida butkul xalqning DNA'sidan sonliq ma'lumot ombiri qurib, nazorat huquqini kengaytgan va xalqni jinoyat gumondori sifatida ko'rgan. Angliya fuqarolarining ishi qonuniy tartib bo'yicha yurishib turadi ekan. Shundaqdimi ular hukumatini bakla byurokratik deb ayblab turadi ekan. To'g'ri. Bir davlatda byurokratizm ig'irlashib ketganda ijtimoiy ish taqsimotidagi daraja tuzumi qattiq bo'ladi. Ish bajarish tartibida odamiy hissiyot oz bo'ladi. Ishlar kasblashgan holda sijilliqqa ega bo'ladi. Amaliyotga qaraganda qizilbosh hujjat yoki buyruqqa bakrak e'tibor beriladi. Balkim bu terminga Uyg'urchadagi qog'ozvozlik, hujjatvozlik degan ibora udul kelishi mumkin. Pishqon bir hokimiyatning byurokratik qatlami muntizimlashadi. Yana bir tarafdan xalqning erkin tanqidlari orqali o'zini tangshab zamonga loyiqlashtiradi. Hokimiyatning sarxilla qatlami bir tarafdan avomning fikr iqimlarini yaqindan kuzatadi. Yana bir tarafdan muvofiq usullar bilan tashabbuskor o'ringa o'tib, avomning fikr yo'nalishini kontrol qiladi va o'ziga foydali tarafga burashga tirishadi. Bu jihatda ularning tayinidig'ini ilg'or texnika. Bu haqda Amerika faylasufi Sartorining mono so'zini nazarimizdan o'tkazsak kifoya qiladi. Texnikaning kuchiga tayinib hassilab zo'rayotgan huquq organlari shu qadar razillik bilan hamma yerga uvi selayotadi. Mubodo fan texnika asabiy huquq mashinasining qo'lidagi narsaga aylansa, mutlaq ko'p sondagi xalq o'lmay turibmi qiyomatning dahshatini ko'radi. U chog'da fan texnika har bir odamni hukmronlik mashinasining tishliq chaqaga aylantirib beradi. Demak, fan texnika insonlarga baxt ep keladi degan hukmning soddilochi hukm ekanligi bugungi dunyoda hammaga oydin masala bo'lib qoldi. Fan texnika va ma'arif kishilarga baxt ep keladi deyishdan ilgari, shu fan texnika va ma'arifning qaysi xil kuchlarning qo'lida ekanligiga obdan sapselishga to'g'ri keladi. Ajdodlarimiz ming yillar mobaynida Dajjalning fitnasidan ogohlantirib kelgan edi. Aytilishicha, Odam alayhissalomdan qiyomatgacha bo'lgan fitnalarning ichida Dajjalning fitnasi eng yomon ekan. Muhammad alayhissalomning hadis sharifida Dajjalning taqi turqi xususiyati uningdan hazar qilish to'g'risida aniq bishoratlar berilgan edi. Sahobalarning ishonchli bayonlaridan ko'ra Dajjal yakchashma bo'lib, qorig'u so'l ko'zi uzum donasidek poltiyib chiqqan ekan. Uning butkul badani tukkan. Ummatlar Dajjaldan yiroq turishga ogohlantirilgan edi. Agar kim uningga yaqinlashsa, uning ajoyib karomatlari tarafidan oldinib uningga agishib ketadi. Kishilarning orasidagi solih biri Dajjalga, "Men sening payg'ambarimiz aytgan Dajjal ekanligingni kishilarga isbotlab beraman" deydi ekan. Dajjal agash kuchilariga, "U odamni o'ltirib yana tirildirishimga gumon qilamsizlar" desa, ular gumon qilmaymiz deydi ekan. Ondan Dajjal u odamni o'ltirib tirildiradi ekan. Tirilgan odam Alloh bilan qasamki, sen aniq Dajjalning o'zi ekansan deydi ekan. Dajjal u odamni qayta o'ltirmoqchi bo'ladi ekan. Lekin o'ltiranmaydi ekan. Dajjal kelishdan burun zaminda qurg'oqchilik ofati yuz berib turadi ekan.
Hadislarda uchragan alomatlardan qaraganda Dajjal yiroqdagi ovozlarni anglay oladi. Zaminning yiroq chetidagi ishlarni ko'ra oladi. Yer yuzini bir necha kun ichida aylanib chiqa oladi. Yer ostidagi boyliqlarni tepib ola oladi. Yomg'ir yog'dira oladi, o'simliklarni buyruqi bo'yicha o'stira oladi, odamni o'ltirib tirildira oladi. E'tiqoda ojiz kishilar uningga tebinib bay'at qiladi. 20-asrdagi ta'sirchan yevropalik musulmon jurnalist va diplomat Muhammad Asad o'zining Makka yo'li nomli kitobida yuqoridagi alomatlarni o'ziga mujassam qilgan Dajjalni mundoq sharhlaydi. U dal hozirgi texnika madaniyati emasmi? Uning ashu ko'zi faqat turmushning moddiy tarafini ko'radigan, ya'ni ruhiy tarafini ko'maydigan ko'zg'u. Kishilar texnikaning yordami bilan o'zlarining tabiiy ko'zi va quloqi bilan ko'rish ham anglashga qodir bo'lmagan narsalarga qodir bo'lishdi. Yiroq musofalarni tasavvur qilg'usiz sur'at bilan basalaydigan bo'lishdi. Fanniy bilimlarga tayinib yomg'ir yog'dirib ziroatlarni o'stirishdi. Yer ostidagi boyliqlarni tepishdi. O'lim girdobidagi insonlarga dorilar bilan chora qilishdi. Urushlar va pan terrorligi hayotlikni barbod qildi. Bu xil moddiy yuksalishlarga ko'zlari olachakman bo'lishgan aqidasiz zaif insonlar bu xil madaniyatga dum tushdi. Men Muhammad Asadning Dajjal to'g'risidagi tushuntirishini birdan-bir to'g'ri demoqchi emas. Albatta bular haqida har xil sharhi bor. Zavod, tajribaxona, statistika, ishki ishlab chiqarish umumiy qimmati, aholilarning turmush iste'mol ko'rsatkichi, fan texnika degandek gaplar yuqoridagi madaniyatdagi insonlarning og'zidan tushmaydi. Fan texnika haqiqatan misli ko'rilmagan gullanish ib keldi. Lekin bu gullanish insonlarning ma'naviy, axloqiy krizislarini hal qilish tugul teqimi o'tkirlashtiradi. İctimai adolat sohasida talay masala hal bo'lmay turib, yangi masalalar kelib chiqdi. Bir jamiyatda adolat masalasi hal bo'lmay turib, hamma insonning bir butkul sog'lom baxt saodatini qo'lga keltirgili bo'lamdi. Bu adolat masalasini zodi nima hal qiladi? Yahudi olimi Karl A. Wittfogel ömrünün köp qismini istibdodlik haqidagi tadqiqotga beg'ishlagan va miroblik jamiyati degan bir uqumni o'ttirg'a qo'ygan. Uning qarashicha qurg'oqchilik, yarim qurg'oqchilik holatidagi sharq allari bir xil miroblik jamiyatidir. Bundoq jamiyat cho'ng ko'lamdagi hamkorlikqa muhtoj bo'lib, bu hamkorlik yana intizom, bo'ysunish munosabati, kuchli rahbarlikka muhtoj bo'ladi. Biz Guragni, ya'ni sobiq Sovetlar ittifoqi davridagi Sibiriya siyosiy mahbuslar lagerini Osvensimni unutib qolmasligimiz kerak. Biz yana huquq, iqtisodiy va harbiy besim jihatda ustunlikka ega bo'lish orqali hokimiyatlik tuzumning dunyoga kengayish mumkinchiligi borligini unutib qolmasligimiz kerak, deydi Wittfogel ogohlantirib. U sharq istibdodligi bilan g'arb istibdodligini selishtirib mundoq degan. Siyosiy imtiyozdagi istibdodlikning ro'shan bo'lishi sharq jamiyatlarining mohiyatidir. Albatta Yevropada istibdod hukumat yo'q emas. Kapitalistik tartib bilan istibdod davlatlar tang paydo bo'lgan. Biroq kuzatuvchilarning qarashicha sharq istibdodligi g'arb istibdodligiga qaraganda texmi atrofliq ham vahshiy. Qadimki Rim shoiri Xorasiyning "Nemishqa kulasan, ismingni qo'ysangda hikoyada so'zlangani o'zing bo'p chiqsan emasmi?" deganidek, biz masalalar ustida analiz qilganda o'zgalarga va o'zimizga atrofliq nazar selishni o'rganib olishimiz kerak. Men Angliya kishilarining turmush shakli va madaniyatini Uyg'ur xalqimiz aynan qabul qilishi kerak demoqchi emasman. Men u xil turmushning maftunkori emas. Ammo xalqimizning ularning o'z taqdiri ustida so'g'uqqonlik va aqliylik bilan izlanadigan,
jamiyatdagi o'rnini qonuniy va siyosiy nuqtadan atrofli ko'zatadigan ham surishtiradigan ruhini o'rganishni umid qilmoqchi. Bu bizning aqidamiz va navbatdagi taqdirimizning taqazzosi.